O'zbekistonda 2025-2026 yillar qishi dastlab iliq, keyin anomal sovuqlar kutilmoqda. Gidrometeorologiya xizmatining mavsumiy prognoziga ko'ra, 2025-2026 yillar qish mavsumi O'zbekistonda umumiy holatda ko'p yillik me'yorlarga yaqin kechadi. Dekabr oyi nisbatan iliqroq bo'lishi kutilmoqda. Yanvar va fevral oylarining ayrim kunlarida, xususan mamlakatning shimoli-g'arbida anomal sovuqlar qayd etilishi mumkin. Dekabr oyi normaga nisbatan biroz issiqroq bo'lishi kutilmoqda. O'rtacha oylik harorat me'yordan 1-1,5 gradus yuqori bo'lishi taxmin qilinmoqda. Oyning birinchi 10 kunligida havo asosan iliq bo'ladi. Kechasi 0,5, kunduzi 10-15 atrofida. Ikkinchi va uchinchi 10 kunliklarda harorat keskin o'zgarib turadi. Kechasi 2-7 gradusdan 0-5 gacha, kunduzi esa 12-17 gradusdan 2-7 gradusgacha pasayishi mumkin. Oylik yog'ingarchilik miqdori norma atrofida yoki undan kam bo'lishi kutilmoqda. Yanvar oyi umumiy holatda ko'p yillik me'yorlarga yaqin, ayrim hududlarda esa biroz sovuqroq bo'lishi mumkin. Birinchi va ikkinchi 10 kunliklarda harorat katta diapazonda o'zgarib turadi. Kechasi 3-8 darajadan -3-8 darajagacha, kunduzi 10-15 darajadan -2-3 gacha tebranish ehtimoli bor. Uchinchi 10 kunlikda esa anomal sovuqlar kutilmoqda. Ko'pchilik hududlarda kechasi -12 gradusdan -17 gradus, kunduzi -5-10 gradusgacha tushishi mumkin. Nukus va Urganch atroflarida esa kechasi harorat 20-25 darajagacha pasayish ehtimolidan xoli emas. Fevral oyi prognozlariga ko'ra ko'p yillik normalarga yaqin keladi. Birinchi 10 kunlikda anomal sovuqlar davom etishi kutilmoqda. Kechasi -5-10, kunduzi -3-2. Ikkinchi va uchinchi 10 kunliklarda havo sezilarli iliydi. Kechasi -2-7, +3-8 gradusgacha, kunduzi 0,5 dan 10-15 gacha ko'tarilishi mumkin. Janubiy hududlarda kunduzgi harorat ayrim kunlari 15-20 darajagacha chiqishi ehtimoli bor. Yog'ingarchilik miqdori umuman olganda me'yor doirasi bo'lishi kutilmoqda. Mutasaddilarning qayd etishicha, aholi va iqtisodiyot tarmoqlari shu kabi mavsumiy prognozlar asosida ehtimoliy sovuqlar hamda noqulay ob-havo sharoitlariga oldindan tayyorgarlik ko'rishi muhim. Shu bilan birga, mazkur prognoz yakuniy xarakterga ega emasligi, ob-havo sharoitlariga ko'ra unda o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Muhim ob-havo o'zgarishlari va xavfli gidrometeorologik hodisalar haqida qo'shimcha axborotlar alohida o'z vaqtida yetkazib boriladi.